$70,000 uchastka qilib olgan bitta zo'r xonadon topib qo'ydim. Ko'ryapsizlar, o'zini shunaqangi bog'i, hujjatlari ham olib qo'yilgan ekan, o'zini hovlisi, tapchanlarigacha qilib qo'yilgan. Xo'p, bu tomonda uyga kirish qismimiz, uyga kirganimizda, ya'ni verandaga ikkiga bo'lingan, verandaning yarmi tomonida bolalar yotoqxonasi, ikkinchi qismida esa o'tirib choy ichishlik uchun sharoitlar qilib qo'yilgan ekan. Bu oshxona mebellarimiz, ya'ni kuxnyamizning o'zini o'rni. Koridor bo'ylab razdelniy har bir xonaga kirsa bo'ladi. Xo'p. Umumiy, ya'ni совмещенный sanuzum. Buni to'g'risida esa kattalarimiz uchun umumiy mehmonxona. Ko'rasizlar, kvadraturasi anchagina katta. Xo'p, to'g'riga qaraydigan bo'lsangiz, kattalar yotoqxonasi, родительский спальня. Mebel texnikalari 100% qoldiriladi. Bu asosiy uyga kirish qismimizda ikkitadan shunaqangi garderobnilari, skladlari, kladovchnilari mavjud ekan. O'rtoqlar, uyimiz lokatsiyasi Sergeli 8-kvartal, shundoqqina karsinkadan kirib kelish. 9 qavatli uyi birinchi etajida 2 xona, 3 xonaga o'zgartirilgan, hujjatimiz bo'yicha 61 kvadrat metr maydonga ega bo'lgan xonadon. O'rtoqlar, pastda raqamlarimizni qoldiryapmiz. Hoziroq aloqaga chiqinglar.